Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan Next.js frameworkida, ya'ni React bilan yaratilgan Next.js frameworkida kichkinagina veb-saytcha qilamiz. Ya'ni men bu darsda komponentlar bilan ishlashni, routing tizimi bilan ishlashni va CSS bilan ishlashni va Next.jsni proyekt yaratish, ya'ni Next.jsni kichkinagina proyektcha qurishni o'rgataman do'stlar. Men ham o'zi front-endda juda mukammal emasman. Meni miyam back-end uchun, ya'ni front-endda ideyalar qila olmayman, kreativ. Bilganimni o'rgatishga harakat qilaman do'stlar. Birinchi bo'lib, operatsion sistemadan qat'iy nazar CMD yokida terminalga kira olasizlar, ya'ni Linux bo'lsa terminal, Windows bo'lsa CMD yokida PowerShell va o'zingizlarni proyektlar yaratadigan direktoriylarga o'tib olasizlar. Endi Next.js kursini ko'rayotgan ekansizlar, demak bundan sal bo'lsa ham xabaringlar bor do'stlar. Mana men desktopga kirib oldim. Va bu yerga yozamiz npx create next app deb yozamiz va ozgina kutamiz do'stlar. Bu yerda mana so'raydi, bitta y qo'yib yuboramiz. Aynan bunaqa payt bizga nima deb nom berasan appingga deyapti. Biza masalan mening kelinglar Ahmaddon deb uz qilamiz mana. Ahmaddon.uz, Ahmaddon topag'alim. Mana ko'rib turganinglardek bizning proyektimiz yaralishni boshladi do'stlar. Mana bu narsa aylanishi, mana bu narsalarni o'rnatishga bog'liq. Ya'ni sizlar nima deydi, Wi-Fi lar qancha yaxshi bo'lsa, shuncha tezroq bo'ladi bu jarayon. Bu jarayonda Google dan bitta oyna ochib qo'yganini maslahat beraman. O'sha oynaga olib kiradi. Ya'ni o'sha oynadan ko'rib ishlaymiz. Men bunaqa qilib ochib oldim. Sizlarga farqi yo'q. Xo'p, endi ana aytyapti ahmaddon.uz proyekti yaraldi deyapti. Biza uni VS Code ilovasida ochib olishimiz kerak. Buni VS Code ilovamizda ochib, bu narsani qilishingiz shart emas. Men profilni to'g'rilab qo'yaman. Hop, endi kattaroq yozsam, mana ko'rib turganinglardek bizani VS Code'imiz tayyor bo'ldi. Bu yerda bu bor, bu yerda bu. Hop, endi VS Code ilovamizda mana bu yo'lni ko'rishimiz mumkin, yaqinlashtiraman. Bu yerda bizda public, node module, app, next va to'laqonli fayllarimiz bor, ya'ni bizani kerakli fayllarimiz. Bu yerda mana app bor, ko'rib turganinglardek, bu yerda public bor. Appni ichiga qaraydigan bo'lsak, bizda page bor, layout bor. Page ga kiradigan bo'lsak, bu bizani saytimizni kodi. Layout ga kiradigan bo'lsak, bu bizani saytimizni usti, ya'ni nima desa bo'ladi? Asosiy body qismi layout ga yoziladi. Masalan, men bodyning tepasiga header yozsak, hamma pejlarimizda header ko'rinadi. Hozir bu haqida qisqaroq qilib tushuntirib yana o'tib ketaman. Flat icon bor, buni o'chirib yuborsa bo'ladi. Global CSS ni ham o'chirib yuborsa bo'ladi, agar o'zingizlar CSS yozadigan bo'lsanglar. Endi biz buni ishga tushirib ko'ramiz. Terminalni ochib olamiz. VS Code'da hammani har xil terminali. O'shaning uchun qanaqa ochish etmayman. Masalan, men Ctrl bilan J tugmalari orqali ochaman va npm run deb yozamiz va bu bizga saytimizni mana localhost qilib ochib beradi. Men bu linkni olamiz va Google ga joylaymiz. Kirganimizda esa bizani hozirgi saytimizga olib kirib ketadi. Mana bunday katta qilib olaman. Ko'rib turganinglardek bizani saytimizga olib kirib ketdi. Mana next page t6 fayl bilan bu ochilgan deyapti va hokazo va hokazolar. Endi biz layout ga kirib ko'radigan bo'lsak, bunday qilib olaman. Endi uje tushuntirib bo'ldim bu yo'ni. Xo'p, bizani home komponentimiz bor, ya'ni home komponent deyiladi. Home komponentimiz bor va pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda o'sha mana bitta ko'rib turgan kodimiz bor. Masalan, mana deploy, mana documentation, bu yerda deploy now, bularni olib tashlasak ham bo'ladi do'stlar. Ya'ni bizga tugmalar kerak emas. Mana ko'rib turganlardek olib tashladik va hammasini o'chirib yuborsak bo'ladi. Ya'ni bu qism bizga deyarli kerak emas. Va bu yerdan bitta div ochamiz. Va salom deb yozib qo'ysak, menimcha hozirchaga bo'ladi. Mana ko'rib turganlardek bizning saytimizga salom degan narsa chiqdi. Ya'ni bu page 6, mana appning ichidagi page 6. Kelinglar shu 6 ni aytmaymiz, hammasi 6 bo'ladi. Page ni o'zini, layout ni o'zini ayting. Men buni aytishga sal noqulay bo'ladi. Mana appning ichidagi page, mana bu asosiy saytimizga kirganimizni boshqaradigan narsa ekan. Ya'ni mana saytga prosta kirsak, mana shu page ga biz murojaat qilar ekanmiz do'stlar. Endi kelinglar, qanaqadir asosiy sahifaga mos bo'lgan nimadir yozaylik. Undan oldin bitta headercha yasab olamiz. Mana bu yerga components degan bitta fayl ochib yuboraman va bu yerga header t6 deb ochaman.
Ya'ni faylinglar oxiri tsx bo'lishi kerak va bu mana bu app'ni ichida bo'lishi kerak. Aslida shart emas, просто tartib bilan bo'lish uchun shunaqa deyapman va bitta o'zgaruvchi yaratib olasizlar. Mana header degan o'zgaruvchi yaratib oldim. Meni headerni asosiy divini ichiga bitta div ochaman va yana bitta div ochaman. Endi ikkala divni tak ikkala divga birinchisiga bu logo deyman. Ya'ni bizda hozir logo yo'q. Bu logo qilib qo'yaman. Ikkinchisiga bo'lsa bitta ul oching. Li oching. A oching. Buni bundoq qilib qo'yaman. Home deymiz buni. Ya'ni bitta header yozib olaman. Header nimaligini bilsanglar kerak do'stlar. Contact qilib qo'yaylik. Mana. Endi mana layoutga o'tamiz. Layoutda mana buni e'tibor bersanglar, bu body, HTML ni bilsanglar kerak. Body. Demak, bodyning tepasida header bo'lishi kerak do'stlar. Mana bu yerga header yozsam, menga o'zi aytayapti. Mana bu komponentsning ichidagi headerdanmi deyapti. Mana biz headerni oldik. Endi buni ishlatishimiz kerak. Uning uchun bundoq qilib buni ishlatib qo'yamiz do'stlar. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana logo, kontakt, balobatlar va bu yerda salom chiqyapti. Ko'rib turganinglardek. Endi biz ham headerga CSS qo'shsak bo'ladi. Masalan, mana bu asosiyga yozamiz. Class. Men prosta yangi keyboardga o'rgana olmayapman. Kichkina keyboard olganimga o'rgana olmayapman. Flex beramiz. Aha, endi justify between beramiz. Eng yaxshi ko'rganim. Yaxshi. Endi qaranglar. Bitta narsa xayolim ketib qoldi. Men ikkita chetga bu yopishib turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Mana shu narsani qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi desanglar, mana men asosiyga konteyner berib qo'ysak bo'ladi. Va bu mana siqilish kerak va mx liqcha auto bersak, inshaalloh muammosiz o'rtaga ham kelish kerak. Mana ko'rasizlar, ikkita chetga yopishmayapti va o'rtada turibdi. Ya'ni bu mana shu kodni nimasi? Tailwind bilsanglar, mana shu kodni karomati desak o'zbekchada to'g'riroq bo'lar ekan. Tailwind haqida ham kurs qilaman. Mana shu videodan keyin men ideyalarimni yozib yuribman. Tailwind haqida video qilishim kerak va oddiy HTML haqida video qilishim kerak. Ya'ni div nima, header nima, main nima, footer nima, hammasini inshaalloh sizlarga tushuntirib beraman. Endi headerga bitta ma'lum bir hate beramiz. Hate masalan deylik, men bu Tailwindda hate qanaqa yozilishini bilmayman-ku, lekin aniq kam yozilmaydi. Keyin Aligan nega center yo'q? Items center qilsam, mana men aytganimda, ya'ni header juda chiroyli chiqdi mana. Ikkita chetdan ham, tepa pastdan ham chiroyli turibdi. Endi mana bu yerga o'tamiz, ulga o'tamiz. Bu yerga ham class berishimiz kerak. Bu ham flex bo'ladi. Gap bo'ladi 2. Mana menimcha bo'ldi. Ustigimda olib borganda tepaga chiqishlari bo'lsa, motion kursida bo'ladi. Inshaalloh uni ham ko'rsatib beraman. Endi biz asosga qaytadigan bo'lsak, layoutda bodyga bitta class berib qo'yamiz. Container degan. O'shanda boshqa hech qayerda buni ishlatmasak bo'ladi. Kelinglar, headerdagi konteynerni ham mashqqa olib qo'ysak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri mana shu chiroyli chiqdi. Bu yerda bizning asosiy saytimiz, tepada bo'lsa headerimiz, ya'ni hozir ko'rsataman sizlarga header nima vazifa bajarayotganini. Endi qaranglar. Men saytga kirganimda mana shu salom qismi chiqyapti, chunki men appning ichidagi page'iga men salom deb yozdim, to'g'rimi? Mana bu yerdan kontaktga kirganimda nima chiqadi mana? Kontaktga kirsam nima chiqyapti? To-restore page not found chiqyapti, to'g'rimi? Endi to-restore chiqmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana appga bitta kontakt degan bitta folder ochamiz va kontakt folderning ichiga biz page tsx ochamiz. Endi bu yerga kod yozsak bo'ladi biz. Mana endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana kontakt degan matn bizda chiqib kelyapti. Chunki bu yerda kontakt bor, bu yerda bo'lsa
salom bor. Ya'ni e'tibor beramiz. Mana bu yoqda kontakt, mana bu yoqda ham mana kontakt. Ko'rdinglar? Mana masalan kontakt bo'lib turib, bu yoqda ham bir xil kontakt bo'lsa, ya'ni appning ichida bo'lsa, bu ana o'sha folderdagi page'ga yo'naltiradi. Ya'ni mana bu fayl nomi page bo'lishi kerak. Ya'ni lipo joyda page bo'lsa hisobga o'tadi. Endi e'tibor beringlar. Komponentning ichida header bor, to'g'rimi? Agar men mana shu komponentning ichiga ham page tsx qilsam, refga qilsam, ya'ni komponent o'zi bilasizlar, ichida nimalar turishini do'stlar. Ya'ni ichida nima turadi? Men OS qo'yaman, buni to'g'rilab qo'yishim kerak. Komponentlarning ichida o'sha ishlatiladigan buttonlar bo'lishi mumkin, qanaqadir tablelar bo'lishi mumkin va hokazolar tayyor qilib shablon qilib qo'yiladi, to'g'rimi? Ammo buni ichiga page yozsam, yana JSX qilib qo'ymanmi, to'g'ri qildim. Nima bo'pti menga? Mana page JSX ochdim va buni yozamiz. Masalan, the components deb yozib qo'ydim va bu yerda komponentsga kirdim. Ko'rasizlarmi? Komponentsga bizani otib yuboryapti. Ya'ni bu yerda komponent yozilgan, komponentsga otib yuboryapti. Aynan shu otmasligi uchun, ya'ni bu folder bizani sayt uchun yasalmagan, nima tushuntirib bo'ladi? Sayt uchun emas, bu bizani kodimiz uchun yasalgan folderligini bildirish uchun folder nomiga boshiga bitta house, oxiriga bitta house berib qo'ysa yetarli. Ya'ni hamma o'zi xohlagandek, lekin qavsning ichiga olib yozadigan bo'lsa, bizda mana bitta resource chiqadi. Ya'ni bu folder уже mana bu yoqqa kirgizilmaydi. Bu yoqda qavs qilib yozsachi desanglar-da, shuni sinab ko'rmagan ekanman, balki shuni hozir o'zimiz uchun bilib olamiz. Ko'rayotganinglarda qavs bilan yozsak ham resource qaytaryapti. Ya'ni buni umuman endi bizga saytimizga bermayapti. Mana mana shu narsa ham sizlarga hali kerak bo'ladi. Buni o'sha qavsning ichida bo'lgani yaxshi. Keyin page ga kirib, layout ga kirib, page emas, layout ga kirib, tepada mana bu qarab qo'yiladi. Ya'ni qavsning ichidami? Ya'ni header ga biz murojaat qilganlik qavsning ichidami yo'qmi qarab qo'yish kerak. Va endi e'tibor beradigan narsamiz bor. Bu yerda kontaktga kiryapman, to'g'rimi? Mana bu yerdan home ni bosganimda home ga olib chiqsin, kontaktga bosganimda kontaktga olib chiqsin. Faqat bitta muammo bor. Mana u yoqdan bu yoqqa sandira olmasin. Ya'ni sayt refresh bo'lmasin, chiroyli olib chiqib ketsin desak, nima qilamiz? Bitta narsa bor, men hozir ko'rsataman buni. Header ga kiradigan bo'lsak, biz a tagidan foydalandik, to'g'rimi? Buni bundoq qilamiz edi, bo'sh beramiz. Tak. Bo'sh bersak, mana buni bo'lsa, kontakt qilib o'zgartirib qo'ysak bo'ladi ekan. Mana. Endi home bosganimizda hech qayerga olib o'tmaydi. Kontaktni bossak, kontaktga olib o'tish kerak. Ya'ni buni bundoq bossam, kontaktga olib o'tish kerak va e'tibor beradigan joyimiz bor. Mana bu yoqda mantiqqa qarab turinglar. Kontaktni bosganimda bitta aylanib, ana sayt bitta refresh bo'lyapti. Aynan shu narsani yo'qotish uchun a tagidan emas, link tagidan biz nima qilishimiz kerak ekan? Foydalanishimiz kerak ekan. Mana link degan. Xo'p, do'stlar, bitta kichkina muammo bo'lib, men zapisni o'chirib qo'yibman. Ozgina yurib ketib qolibman. Xo'p, do'stlar. Mana bu yerda biz link bergan edik. Zapis o'chgan paytini ko'rdim. Mana bunaqa holatda a tagini o'rniga link tagini berdik va saytni ko'rdik, do'stlar. Mana npm run dev. Saytga e'tibor berdik. Bizda postlarga keluvdik, уже men nima deydi, dars o'tish boshlaganimda va mana kontaktni bossak, mana refresh bo'lmasdan o'tayotganini ko'rgandik va endi biz nimaga keluvdik? Mana bu yerda post deylik va bitta 1 qilaylik. Mana bu bir raqamini biz mana bu yoqqa chiqarib bermoqchi edik. Ya'ni ekranda chiqishini xohlagandik. Masalan, bu 2 bo'lsa, 2 ni chiqarishimiz kerak. 3 bo'lsa, 3 ni, 1000 bo'lsa, 1000 ni. Shunda biz mana bunaqa qilamizmi? Agar bizning taktikamiz bo'yicha ketsak, ya'ni folderlarni yaratib ketsak, bu yoqda nima turibdi? Bitta post bor mana. Demak, biz bitta post degan folder yaratib olamiz. Zapis o'chib qolgan asabimiz bor. Bitta post degan folder yaratib olamiz va bu yoqqa page tsx deb yozib olamiz. O'shanda biz postni o'ziga kirganda ham xunuk bo'lib qolmaydi saytimiz, inshaalloh chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Endi qaranglar. Postni o'ziga kirib ko'ramiz. Mana add your id to link deb biz linkni yozib beramiz. Mana localhost nuqta localhostni nuqta bo'lmaydi-ku. 3000 bundoq qilib id beramiz mana.
Endi biza bundoq qilib ko'rsak, mana bizaga link beryapti. Linkni bu yerga qo'yib oxirgi, yo to'xtanglar, id emas, post id bo'ladi. O'shanda to'g'ri bo'ladi mana. Buni olamiz va biza kiramiz. Kirganimizda xato beryapti. Mana id ning o'rniga masalan raqam 1 beramiz. Endi shuni ekranga chiqarishni o'rgataman. Mana post va buni ichida bitta fayl ochishimiz kerak. Chunki postdan keyin yana bitta bo'lib kelyapti bizning idimiz mana. Post bu yerga bitta ochamiz, masalan id to'g'rimi? Endi biza bu yerga yana bitta page tsx yozishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek biz yozdik, ref ko'raman va saytga qarab ko'ramiz. Bizda page qaytyapti va buni qaranglar. Bir qilsa ham, ikki qilsa ham page qaytyapti. Ya'ni nima qilsa ham mana shu qaytyapti. Chunki postning ichidagi id bo'lsa, ya'ni postdan keyin nima kelsa ham mana shu qabul qiladi. Tushundinglar? Postdan keyin nima kelsa ham mana shu id ni ichidagi page qabul qiladi endi. Mana masalan bu yerga nima yozsanglar mana. Ko'rasizlar, libboy narsa yozsanglar qabul qilaveradi. Biz nima qilishimiz kerak? Endi bizga bitta props kerak bo'ladi. Hozir u narsa haqida to'xtalamiz. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringdek biz yozib oldik page ni va bu yerga chiqdi. Endi qaranglar. Biz birinchi bo'lib props yozishimiz kerak. Bu nega kerak? Ya'ni bu yerda id qaytyapti, to'g'rimi? Aynan shu id ni olishimiz uchun parametr, mana parametrda nima qaytishini yozishimiz kerak. Hozir yozayman, men tushunib olasizlar. Xo'p, type deb yozamiz. Bu yerga page props deb yozib olamiz. Va bitta tenglik berib ochib olamiz mana. Tenglik emas, minus bo'lib qoldi. Mana tenglik berib ochib olamiz. Va bu yerga yozamiz mana params qaytadi degani bu. Va uni ichidagi id bo'ladi, string deymiz. O'shanda mana bizda bitta tayyor page props bo'ldi. Endi mana bu yerga qavsning ichiga yozamiz. Deylik params va qavsdan bitta tashqariga chiqib, mana teng qilib page props ga tenglab qo'yamiz. Endi biza bemalol id ni ola olamiz. Mana const deymiz, bundoq qilib nima deymiz? id deymiz. Va teng qilamiz paramsga. Endi biz id ni saytga chiqarib ko'ramiz, nima chiqishini bir ko'ramiz. Hech narsa chiqmayapti. Nega do'stlar? Birinchi o'rinda e'tibor beradigan narsamiz bunga qavs qilib ko'rishimiz kerak emas ekan. To'xtaylik. Adashmasam shunaqa qilganimizda chiqish kerak. Xo'sh, xatoni topamiz hozir. Menimcha xatoni qidirish uchun doim ham aqlli bo'lish shart emas ekan. Xo'p, do'stlar, men ancha o'yladim, bizda konsol logam chiqmagani uchun va eng muhim narsa qolib ketganini ko'rib qoldim, do'stlar. Bizning funksiyamiz asinxron bo'lishi kerak. Mana bu yerdagi va mana bu ham await bilan bo'lishi kerak. O'shanda inshaalloh ishli. Mana ko'rib turganlaringdek, page 1 qaytyapti va mana bu 1 ni masalan 2 qilsa 2 qaytyapti. Bu qanaqa vaziyatda kerak bo'ladi, do'stlar? Masalan, bizda bo'lishi mumkin naushnik bluetooth aerogram deylik mana. Naushnik bluetooth aerogram. Endi buni biz serverimizga jo'natamiz va serverdan kelgan ma'lumotni ekranga chiqaramiz. Biz shunaqa qilsak bo'ladi. Ya'ni biz mana bu yerdan kelayotgan ma'lumotni qabul qilib olish bizga ancha foydali bo'ladi ekan. Xo'p, biz o'rganadigan narsalarimiz qoldimi? Sahifa yaratish o'rgandik, link bilan o'tishni o'rgandik, CSS bilan ishlashda do'stlar, CSS bilan ishlashda ozgina to'xtalishimiz kerak, chunki biz fayl yaratganimizda Tailwind bilan ishladik. Tailwind nimaligini qarayapti. Tailwind ham ko'rsak bo'ladi. Mana bu Tailwind bizning asosiy bitta bazaviy CSSimiz. Buni agar bilmasanglar, men buni video darsligini qilib beraman. Bu mana bunaqa qisqa klass nomlari bilan CSS, ya'ni saytimizni chiroyli qilishga yordam beradi ekan. Demak, biz CSS ni o'rganish orqali, CSS yozmasdan turib, ya'ni Tailwind o'rganishni orqali CSS yozmasdan turib, tayyor CSS kodlarini qilsak bo'ladi ekan, do'stlar. Mana chiroylikgina qilib CSS da yasab beradi, ko'rayotganingizdek. Endi biz buni ham keyingi darsimizda o'rganamiz. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin va videodagi qisqa kesilgan kamchiliklar uchun uzr so'rayman.
Manni klaviaturada zaps bosish bilan o'chirish tugmalarini enter yoniga qo'yib qo'yganman. O'shaning uchun bosganimda qo'lim tegib ketadi. Shunga zaps o'rtada 1-2 marta uzilib qolgan do'stlar. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Ko'rishganda, ko'rishguncha.